Falokat bormi? Suvlar qaltiga yetdi. Men tushunmadim vahshi. Kim ichib qo'ydi? Bularni hammasi kechagina turgandek-ku. Vahshi tushunmadim boru. Shu qishloqning shunaqa problemalar umuman yo'qmaydi menga boru. Aytgancha, hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar bilan yana men Sharif va men yangi videoroligimga xush kelibsiz bola. Yaxshimisiz, tinchmisiz, sog'misiz, bolada bola. Sizdan yangi videoni ko'rib turganimga bag'oyatda xursandman. Xullas bola hozirman tashqariga chiqib pozimga qarayman desam bola qaraylar men bu kim bo'lmas ularni kimga kerak bo'lganiga men bu otlatib qo'yganman bola bilmadim lekin boru yo'q ekan bu ko'rmagi bor bola otlarni ko'rmagi bor bilmadim to'g'risi umuman tushunmadim bola endi buni qaytadan to'ldirib chiqish kerak birinchi bola yaxshilab bularni nima bo'ladi o'sganlarni yaxshilab terib xullas endi bularni qaytadan suvga to'ldirib chiqish kerak falokat bor shunaqa muammo menga kerakmi deya o'zi bola mayli bola negadir bugun o'zi omadsiz kun bo'lyapti bugun bola qarasam nima bo'ladi bola bitta kanalim yo'qolib ketdi bola o'zidan o'zi bilasizlar o'zi hakerlar juda ham ko'payib ketdi bola o'zlarini asranglar nima bo'ladi umuman bola xullas hakerlar bilasizlar juda ham ko'payib ketdi va ular juda ham xavfli akkauntlarni просто так cho'p borish mumkin shuning uchun bola sizlarga maslahat ikkita verifikatsiya degan narsani yo'q qo'yinglar ya'ni bola bu raqam ulab qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'ladi chirin kartochka ham chiqdi bola sababi juda ham yillar qurib ketibdi bola negadir mayli endi hammasini yaxshilab to'ldirib olamiz va все bola endi esa bularni mana buni qilamiz va to'ppa bo'ldi bola endi qaytadan bularni hammasini to'ldirib chiqish kerak harakat tagini suv quyamiz mana bu yerga ham suv quyamiz oppana va все нормально tagini mana bularga ham yaxshilab to'ldirib chiqish kerak bo'ladi sababi juda ham o'z jahlim chiqib turibdi bo'ladi qaranglar mana bu suvi kimga kerak bo'lishi mumkin mayli bo'ladi endi buni meriya topshirib kelish kerak ya'ni nimalarni bo'ladi tushunmadim yana bu bo'ladi malibumi bo'lim bilasizlar o'z bo'lim Minecraftga уже Malibu ham qo'shilyapti yaqinda bo'ladi trekkerlar ham qo'shamiz bo'ladi tushunmadim yana kim bo'ladi assalomu alaykum mer va alaykum assalom Yakrev yaxshimisan yaxshi o'z qalaysiz yaxshi mer bu kim bo'ldi yana Krev tanish xullas kelam bu meni yangi nima bo'ladi yangi emas короче amakim родной da mer o'ziga o'xshashgan hazillashmoqdan bilan mer nima bo'lgan bunga короче ulan tarix o'zini aytmay qo'ya qolay assalomu alaykum va alaykum assalom ovoz nima bo'ladi ovoz bilan kulma bolam yaxshigina qarib qolganmiz-da tushunali ovozingiz juda yomon ekan mayli qaytib gapirmang bo'ldi amir xo'sh nima uchun keldi bu bratan aytgach mana bularni olding короче mana o'shingiz mumkinmi mana suvlar negadir qurib qolibdi men qayerdan bilay nima qaror olmadim qaror ishtak bor mana bu akamga bitta bugun nima so'radi nima edi falokat sho'rva qilib berishing kerak qanaqa sho'rva qo'ziqorinli qo'ziqorinni qayerdan olaman mer o'rmonda lekin hammasi yo'voy bilasizlar bu yuradi bunga farqi yo'q mer yo'voy o'lib qolmaydimi yo'q короче bugun qilib berasan bo'pti mer mayli qilib beraman unaqa bo'lsa mer hozir unaqa bo'lsa mana hammasini yaxshilab nima bo'ladi qozonlar menimcha nimada bor bor короче hozir aka mana akam bilan o'rmonni tanishtirasan va o'rmondan o'zinglar xullas nima olib kelasizlar qo'ziqorin olib kelib mazali o'zida pishirasizlar mana yemane bo'ldi mer unaqa bo'lsa bugun mazza qilamiz bo'pti unaqa bo'lsa borki xo'p mer bola lekin manda qozon yo'q lekin bola skladda bo'lsa kerak yana bilmadim hozir ko'rish kerak bola agarda topilsa juda ham yaxshi bo'ladi bola mazza qilib hammamizda bola nima bo'ladi bugun qo'ziqorinli sho'rva shavz bo'ladi вообще chotki bo'lsa kerak yana bilmadim umrimda ichib ko'rmaganman bola lekin yo'voy nimalik ya'ni yo'voy qo'ziqorin bilan sho'rva ketmasa ham kerak bola bilmadim urf qolmasam bo'ldi mayli unaqa bo'lsa bola o'zi qani skladda qarab ko'rish kerak bola menimcha topilish kerak amaki bu naspas ketgan bo'lsa ham bir amalab topdiga bola koroschak mana bola o'zida ko'rish mumkin qozon topdik lekin yaxshigina bola eskirib ketgan ekan mayli buni yuvish kerak mayli unaqa bo'lsa o'zi bizlar borib qo'ziqorin topib kelaylik brat yuring kattaga yuring brat unaqa bo'lsa mana bu taraflarga borib короче qo'ziqorin olib kelamiz unaqa bo'lsa bo'la tak bilmadim topiladimi yo'qmi topib ko'rish kerak bola qidirib ko'rish kerak qalay yuring amaki yuri bolam davay bratan tak unaqa bo'lsa bo'la qani qayerda deb qo'ziqorin bor ekan bilmadim to'g'risini aytsam bo'la mana bu taraflarga chiqib ko'rish kerak bo'la to'g'risini aytsam men brat qo'rqib dedi ozgina deb keling turist вообще nima bo'lib o'gan yuziga bilmadim masxara qilyapsanmi o'g'lim yo'q masxara qilmayapman просто haqiqatni aytyapman-da bo'pti nima bo'lgan o'zingizga короче bu ko'zlar nima bo'ladi urushni ko'rgan va men ikkinchi jahon urushiga qatnashganman rostdan va o'sha yerdan xullas shunaqa bo'lib qolganman-da
Tushunarli, lekin unaqa bo'lsa Nito gapirib qo'ygan bo'lsam uzr amaga. Bo'ldi, bo'pti. Nima bo'la qatta bo'lishi kerak bu qo'ziqor vaqti yo'qmidi mana qishloqda. Nima endi nima yemaymizmi? Yeymiz, topish kerak-da, topsa yeymiz albatta. Mana bunda ko'lni yoniga ham keldik balagat. To'xtang, unaqa bo'lsa bu yerda bo'lmaydi-da, unaqa qo'ziqorlar hozir bu tarafda yo'q ekan, unaqa bo'lsa qishloqning old tarafiga boramiz. Bo'ldi, boraman. Mana qayerga olib ketyapsan bilmadim. Mana borgan bo'ldi, mana topdim. Amaki o'zida yo'qmi? O'zimda ham ozgina bor. Bo'ldi. Unaqa bo'lsa qancha bor o'zingizda? Menda 30 ta bor ekan. 30 ta mayli, lekin yetmasa kerak-a. O'zi bilasiz, qo'ziqor kichkina bo'ladi. Da, bolam. Unaqa bo'lsa qana mana bu yerda yana bormi? Bo'mshlarda balo yeydimi qo'ziqorni? Mayli, bo'lim. O'zi bo'lib bu bo'mshlar har doim shu yerda yotadi. Bo'lib boshqa uchiyo bilan yuring davay. Yur, bolam. Qana unaqa bo'lsa bo'lam, mana bu tarafga borib ko'rish kerak, shu tarafda bo'lish kerak deb hamcha bo'ladi. Sababi har doim mana aytdim, bak qo'yni oyog'i ekan balagat bo'laman. Mana bo'ladi, qo'ziqorinni bo'laman. Amaki yuring edi siz. Boraman o'g'lim, endi qaritib qo'yganman-da. Bo'pti. Mana bu yerda bo'lish kerak, men shu yerda oldin ko'rgan dedim bo'la. Mana bo'ldi qo'ziqorim, mana bo'ldi. Katta qo'ziqor bu. Bu bilan boru bola. Bo'la qishloqni to'ydirsa bo'ladi bu bilan. Sonlar endi bu bilan qochib turing, amaki betingiz olgani. Enisi bo'lib bundan olish kerak bilmadim. Tushish foizi lekin sal kamroq bo'lar. Mayli taqqani tusha qolsangchi bo'la bu, lekin ozgina yo'l bo'yi mayli bo'la amakka beramiz uni. Qolgan mana bu esa bo'la mazali cho'tkisidan o'zimiz yeymiz buni. Nima tushmayapti bu? Tushmadimi? Taqqani tusha qolsangchi amaki u tushmayapti vaqti. Endi ozgina ko'raylik. Mana yana bittasi tushdi, bo'ldi, yetadi. 3 ta solsa, 3 tasi bitta odamga yetadi-yu. Bo'ldi. Takka desa mana bu tarafdan yana ko'rish kerak, garochi bo'ldi. Amaki yuring tezroq, ko'zi qishay bo'lib, vaqti sekin yurar ekansiz. Vaqti yarim soat kutdik, bilasizmi? Yarim soat yuribsiz deb. Endi bolam nima deysan? Bola vaqti miyani yeb ordingiz-ku. Amal, qarochi bola biz hozir nima so'radi, o'rmonga borib, mana bo'li shuncha terdik, qarochi u bilan qo'shib bo'la mana amaki bilan 30 ta bor degandi bo'la, 36 ta bo'ldi qaraydi. Vaqti cho'tki men bu ikkitasiga o'zga pishirib beramiz va bola bu yovvoy eshitib qo'ymasan bola. Mana bu esa xullas bola daraxtli bu bilan buni tagiga bola gulxan qo'yish kerak. Bilasizlar, gulxansiz bu yo'maydi. Biratan unaqa bo'lsa yuring hozir borib aytgancha brat, mana mali o'zingizga da bolam o'zimniki. Biratan lekin oddiy gap yo'q. Agarda chotki chiqsa, nima nima so'radi, sho'rva chotki chiqsa, sog'irmasan. Nima? Sovg'a qilib yubormasanga. Sovg'a qilib yuboramisan deb eshitdim. Bo'ldi, brat, undaqa bo'lsa chotki chiqsa, demak sovg'alasa gap. Bratanim gap. Bratanim deydi. Bo'ldi, men o'zidan necha yosh kichkina odam bratan deydi. Mayli bo'la, qarochidagi endi esa bo'la o'z ichkariga kirib, mana bu yerdan mana buni olish kerak va bo'ldi. Qochib turing, brat. Bu mamas normal turib bo'la mana bratan. Endi esa bu yerdan bo'la bitta nima olish kerak, qarochi buni olish kerak, yo'q bo'la tepasidan olish kerak, sabab tushib ketish mumkin bo'la. Va bo'ldi, yuring endi. Mana pechkani ostiga qo'yamiz va aytgancha bo'la stop. Bir kulgan yo'q bo'laylik. Undan keyin esa bo'la buni suv bilan ichini to'ldirish kerak va bo'ldi, undan keyin mana buni sovg'a qo'yadi menga. Juda ham yaxshi bo'la sovg'a qilsa, mazza qilib menib yuraman bo'la. Juda ham yaxshi. Endi esa bola mana bu yerga buni qo'yamiz. Barakat, buni ham qo'yib qo'ydim bo'la. Qanaqa odamman bilmadim. Endi buni tagiga qo'yamiz endi. Mana buni yopib qo'yamiz va bo'ldi. Ochilmasa kerak, mana buni ochib qo'yish kerak ekan. Endi esa bu yerga o'ppana qilamiz va bo'ldi. Endi esa bu bunga suv quyish kerak. Stop. Bo'la hozir mana olib turay. Ungacha bo'la borib bitta nima qilib ketish ekan, birinchi suv to'ldirib olaylik, undan keyin yo'qamiz bo'la. Sabab hozir ko'mir tugab qolishi mumkin. Mana bu ham bir orqamdan yuraverar ekanda bu bratanim. Mayli bo'la. Endi esa bu yerdan nima olish kerak edi? Bo'la barakat. Mana buni olamiz va quduqdan suv olish kerak. Toza suvdan bo'la cho'tki qilib va bo'la mazza qilib biz bugun o'zi bo'la bilasizlar, sho'rbachamiz bo'la. Undan hech ko'rmagan bu bunaqa sho'rba. Ikkita olamiz va все bo'la. Endi esa buni to'ldirish kerak. Tezroq bo'la o'ppana qilamiz va bo'la to'ldi. Endi esa mana bularni solamiz bo'la qarashda. Qanasi bo'la solamiz va buni o'ppana qilib solamiz va buni ham solamiz va bo'la. Tushman, o'zimga qaytib tushyaptim bu. Bo'la mana bo'la cho'tki. Endi esa qarochi bo'la mana bu yerga tushmadim, yomib ketibdimi? Tushunmadimi? Nima bo'lgan bunga bola? Voy palakat, bola yomib ketibdi-yu be. Bo'la shunaqa bo'lishini bilib turibman o'zim.
Bo'ldi, mayli, endi qaytadan bola o'z daraxt olib kelish kerak. Menimcha, bolani beradagi daraxtlardan olsam bo'ladi. Mayli, o'z bola bir amalligimiz yo'q, problem emas. Tak bola o'sha daraxtlar yonib ketibdi. Nimasi bo'ladi, ana buni issiqligidan o'sha ko'mir yondirib yuborib bola pechkani birdaniga va qarabsizki, bola o'zidan o'zi yonib ketibdi. Mayli, bola nechun nima qilardik? Hozir borib bolani bu yerdan o'zini daraxt chopib kelamiz, problem emas bola. O'zini daraxt chop, mana bu yerdan ollik bo'lib, vashshe merni o'zi-yu, bola merni o'zi aytayapti bizga. Bolam, bu tartibsizlik emasmi? Birovni akoratni bilish? Yo'q, balo qo'ymaydi. Bo'pti, o'zing bilasan. Tak endi bola mana bu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Короче, endi bu pishadi biratan, o'zini kutib o'tirasiz endi. Bo'ldi. Bo'la, mayli unda qolsa, men bola pishgancha o'zgina kamerani ochib turaman va bola dasturxon yoyib mazalab o'tiramiz bola. Shukriya, bunaqa bo'lsa senga kattakon rahmat, juda ham zo'r chiqdi. Bo'pti, mer sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. Rahmat, juda ham zo'r chiqdi rostdan ham. Mayli, bratan sizga yoqdimi? Menga juda ham yoqdi, вообще zo'r. Bo'pti, mana ko'rishib, aytgancha bo'ldi. Qarashib, mana o'zida ko'rishlar mumkin, biza bo'lib mer va mana maki bilan bo'lib mazza qilib mana o'zida ko'rishlar mumkin, mazza qilib o'sha bo'ldi. Qo'zg'orli sho'rbamizni ichib o'tiribmiz. Mayli, mer unda qolsa men bora qolay. Aytgancha mashina bilan tabriklayman, qarib. Arzimaydi, rahmat, qanaqa arzimaydi, вообще. Bugun bo'ladi, negadir tilim bo'lib, bilmadim, o'zimga bo'ysunmayapti. Bratan, unda qolsa sizga ham xayr, mashina uchun rahmat. Arzimaydi. Yaxshi kunlaringizga mining. Mayli, sizga ham kattakon rahmat bo'ldi. O'zida ko'rishlar mumkin, qanaqasiga bo'ldi deb deyapman, bilmadim, bo'ldi. To'g'risam bugungi videoda umuman bo'ldi gapirishim noqulay savol bo'ldi. O'zi juda ham boshim og'riyapti va o'shaning uchun bo'ldi, sizlardan uzr so'rayman. Gapirishim ozgina qiyinroq bo'ldi va mana o'zida ko'rishlar mumkin bo'ldi. Malibuni bizlarga sovuq bordi desa bo'ldi, buni hozir minib uyimning yoniga olib borib qo'yaman bo'ldi. Qaranglar, o'zimizda bo'ldi O'zbekistonning mashinasi, faxrlansak bo'ladi menimcha bo'ldi. Minecraftda bunaqa mashina borligidan men xursandman bo'ldi. Tak endi esa bu yerga sekin o'rnatib qo'yamiz mashinani. Qanaqa o'rnatish bo'ldi, shu yerga parkovka qo'ysa bo'ldi, mana o'zida ko'rishlar mumkin va shu udar turdi. Mayli, bo'lganda qolsa barchaga xayr, sizlar bilan deraman, o'sha kriponni albatta bo'llar. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmanglar. Mayli, bo'lasiz, keyingi videolarda uchrashguncha sog' va salomat bo'linglar.